Bugun biz Real Madrid va Barselona jamoasi penaltilar seriyasi o'ynaymiz. Kim g'alaba qozonsa, yutqizganga shart beradi. Real Madriddan Islomjon zarbalarini yo'llaydi, Barselonadan esa Asadbek zarbalarini yo'llaydi va birinchi Islomxon Kylian Mbappe tepadi. Birinchi zarba va noaniq. Kırmadım öğretmen kriket diyor. Noaniq deb o'ylagandim, gol ekan. Ay, Islomxonning Real Madridning ikkinchi zarbasi kim? Bellinghammi, Chouameni? Bellingham. Ikkinchi zarba va bu ham gol. Va hozirchalik Joan Garcia to'sgani, ya'ni seyf qilgani yo'q. To'sish kerak-da baribir Joan Garcia. Va afsuski 3-zarbada Real Madrid adashdi va Chouameni 2022-jahon chempionatida adashganidek hozir ham adashdi. Va 4-zarbani kim tepadi? Kamavinga? Yo'q, shumi? Real Madrid boshlig'i aytsinchi, kim tepadi? Ha? Federico Valverde. Voy! To'p darvozaga kirishiga ozgina yetmadi. 4tadan 2ta gol urdi Real Madrid va 5-sini Antonio Rudiger. Va oxirgi zarba va yana ustunga tegdi va qaytgani kirdi. Va Real Madrid oxirida eplab ketdi. 5tadan 3ta. Endi qolgan zarbalarni 5tadan Barselona jamoasi zarba yo'llaydi. Va hozirchalik Real Madrid oldinda. Birinchi zarbani kim? Yamalmi? Ha, Yamal. Ha, Lamin Yamal birinchi zarba va gol. Gol tegib kirib ketdi, gol. Lamin Yamal hisobni ochdi. Xuddi Real Madridda Mbappe gol urgandek Barselonada Yamal ham gol urdi. Ha, adashib kirib ketdi-da. Va ikkinchi zarba Barselonadan kim tepadi? Rafinha tepadi ikkinchi zarbani. Rafinha Diaz. Zarba va afsuski to'p darvoza to'ridan joy olmadi. Rafinha Diaz afsuski gol ura olmadi. Endi 3-zarba Pedrimi De Jongmi? Fermin Lopez. 3-zarba Fermin Lopezdan. Courtois hozirchalik seyf qilganicha yo'q. Va Fermin! Gol. 3tadan 2ta gol. Yamal va Fermin Lopezning gollari. Lewandowski tepadi. 4-zarbani Robert Lewandowski zarba yo'llar ekan. Courtois hozirchalik seyf qila olmayapti. Courtois bugun o'zida emas. Barselona klubi esa hozirchalik 3tadan 2ta gol urdi. Va hozir ursa, katta ehtimol g'alaba qozonadi. Va 4-zarba. Yo'q, afsuski to'p darvoza ustuniga tegdi. Afsuski Robert Lewandowski gol ura olmadi. Va agar oxirgisini kim tepadi? Agar oxirgisini Pedri ura olmasa, Real Madrid g'alaba qozondi. Agar ursa, yana bittadan tepishadi. Tepsa yana bittadan. Ha? Va oxirgi zarba. Pedri. Afsuski gol emas va bu o'yinda Real Madrid jamoasi g'alaba qozondi va hozir qanaqa shart berar ekan Real Madrid jamoasi? Soatiga chiqib turish 5 minut. Soatiga chiqib Chiqib tushishmi nechta? tushish. Nechta? 5ta. 5ta?
Bo'ldi, 5 ta shotga chiqib tushish. Ketdi. Birinchisi. Endi yarim aytganchalik o? Yarim. Hop, yarim. Hali to'xtamadi o'yin. Hali bitta raqibim bor. Real Madrid g'alaba qozondi va Barselonaga shart berdi. Agar oxirgisini urganda, balkim yana bittadan tepishardi va unda g'olib aniq bo'lardi. Yana bitta raqibim bor. Man City. Hali to'xtamanglar. Yana bor. Hali City bilan o'ynashim kerak. Asadbek ikkinchisimi? Ikkinchisi, uchinchisimi? Uncha tez. 3,5, 1,5 ta qoldi. Oxirgacha, oxirgacha. Tush. 3,5. Polislar. Bu yarim final o'ynayapti Real bilan. 4. Yana bitta o'yin bor, ikkinchi o'yin. 4,5 bo'ladimi? Oxirgacha oyog'ingni oxirgacha olib chiq, oxirgisida. O, 4,5 va oxirgi. Tushsang bo'ldi, shart bajarildi. Nima qilyapsan? Tush. Tush. Va Barselona klubi shartni bajardi. Va bu o'yinda Real Madrid jamoasi g'alaba qozondi.